Julian Alvarez serialining 450-seriyasi yaqindagina qo'yildi va bunda Julian Alvarez haqida Joan Laporta hamda Atletico prezidenti Hilmarin rasman gapirib chiqishdi. Xullas, Laporta chiqdi va rasman aytib chiqdi. Bir qanaqadir yomon ham gap gapirgani, yaxshi ham gap yana yo'q. Shu nima bo'lganini aytib chiqdi. Xullas, Barselona mayning oxirida Julian Alvarezga taklif bergan. Atletico Madridga taklif bilan chiqqan 100 million. Atletico Madrid esa yo'q, biz bu futbolchini sotmaymiz, takliflaringiz shu rahmat degan ekan. Hilmarin Joan Laportaga. Lekin anu internetda ustidan kulgan Barselona. Keyin Barselona xo'p degan, bo'ldi. Biz sizlarni vibrlaringizni uvajat qilamiz. Bo'ldi, biz futbolchiga qiziqish bildirmaymiz deganda, keyin avgustda Julian Alvarez Arsenalga o'tish haqida chiqdi va Atletico Arsenal bilan gaplashib ham bo'lgan ekan transfer narxini. Barselona esa bunday o'ylagan, qanaqasiga biz ularga taklif berdik, ular bizga отказ berdi, lekin bu yoqda Arsenal bilan gaplashib o'tiribdi. Joan Laporta prosta aytib qo'ydi, 100 millionlik taklifimiz hali ham aktiv va agar Atletico rozi bo'lsa, biz o'sha 100 millionni salgini ko'paytiramiz, masalan 120, 130 millionga. Bo'ldi. Hilmarin esa unga qarata, Joan Laportaga qarata, rasman Chempionlar Ligasi qurasida aytib o'tdi, biz Julian Alvarez sotmaymiz Barselonaga, imенно Barselonaga. Boshqa klubga sotsak sotamiz, imенно Barselonaga sotmaymiz, chunki Barselona bizani o'sha nima deydi uni, biz bilan yaxshi gaplashmadi, bizani ustimizdan kuldi. Atletico o'zi kulib o'tiribdi, eng qizig'i. Boshqa narsa qildi. Xullas, Barselona o'zini noto'g'ri tutdi biz bilan. Bilmadim Atletico nima u salgina kallasi chiqib qolganmi prezidentini yo nimadir bo'lib qolgan, chunki nima Barselonani aybimi Julian Alvarez imенно shu orzu qilgani Barselonaga o'ynash. Nima Barselonani aybimi shu? Men Barselona bir rasman ham ustidan kulgani yo'q Atleticoga yoki Alvarez haqida gapirib chiqqani yo'q rasman. Faqatgina o'sha endi masalan manbalar orqali boshqa narsa, lekin rasman Barselona gapirgani yo'q. Atletico esa nima endi futbolchisi Barselonaga o'tmoqchi. Barselona nima aybi bu yoqda? Keyin Atletico o'zini qanaqadir jabrlanuvchi qilib qo'ydi. Eng asosiy jabrlanuvchi bu vaziyatda Julian Alvarez. Julian Alvarez aytishlari bo'yicha depressiyaga tushib qolgan. Va hali ham Barselonaga o'tishga tayyor. Atletico Madrid esa butun shu kuchini bermoqda mana shu Arsenalga o'tish uchun. Ko'ramiz nima bo'ladi, lekin Julian borku Atleticoga qosam qolaman, lekin Arsenalga ketmayman demoqda. Yo Barselona yo Atletico. Arsenal umuman variant emas.